Rais buva, alakani itidek qishloqda har bitta chekkasiga sango o'rmasdan g'uncha qilib xonangizda o'tirsangiz bo'lmaydimi? Iblos. Men mahallada yurmasam, anolardir. Kettingdan hal qiladim. Indamasdan qisib, orqamdan yur. Gap yo'q rais buva. Men sizni bilardim. Просто bir sinab ko'rdim-da. Ah meni toychog'im. Bir qo'shuvchisi bir seni vaqtib ketini ko'ydirar ketini. Voy iflos, bu yana qaydan oldi ekan? Mashina? Yangi mashina oldim. Qani, ketingiz yonyaptimi ketingiz? Men mashina olganimdan emas, siz ketingiz yonganidan maza qilaman. Ha, iflos, shu mashinang juvanmay bo'lib ketsin. Sen kuyganingni ko'rib men maza qilay. Rais buva, bu yerda nima bo'lyapti? Rais, g'uncha qilib deyormang. Payti keladi. Men ham g'unchaga qilib qo'yaman. Ey, yur tez. Hey, plaslar, qo'ni qo'shni bo'lmay o'l. Qo'ni qo'shni bo'lmay o'l. Shuni ayting rais buva. G'uncha qilib turing. Yo bo'lmasa o'zingiz hal qiling. Aqlingiz yetmagan narsaga jim turishni o'rganing. Xo'p bo'ladi rais buva. O'zingiz hal qiling. Senlarda ota-bobong qo'shni bo'lib kelgan. Ota-bobongga o'xshab bir-biringni ketingni yondirib, kuymasdan bir-biringga oqibatli bo'lsang, o'ylaysanlar. Shunaqa aql bo'lish kerak. Oqibatli bo'lish kerak. Bo'ldi. Rais buva, men tushundim. Ortiqcha gap kerak emas. Ha, iflos. Haqiqatan bu. Mashinani qaydan oldin? 30 ga kirib 50 ga kirgan men hali mashina olganim yo'q. Cho'ta yomg'ir yog'yaptimi? Havo ochiq. Ketimga qaydan suv teyapti? Nima qilyapsan hozir? Rais buva, uni mashina olganini ko'rib, ketiz yondi-yu, o'shanga azoblanmang deb turib, bajar vazifasini bajaryapman-da. Menga qarang. O'zi parosatimiz kam ta'minlangan. Unga ortiqcha nagruska berib, borni ham o'ldirmang. Meni xo'rlormang rais buva, men ham odamman. Men ham sizga yaxshi bo'lsin deyman. Rais buva, qishlog'imizda tarakan gruppasi chiqibdi. TikTok, Instagramlarga video qo'yib, qishlog'imizda parod qilyapti ekan. Qishlog'imizda tarakan burga gruppalari ko'payyapti ekan. Sen qayerga qarayapsan? Qo'lingizda oling rais buva. Siz meni hammani oldida parod qilganingizdan qishloqda hatto kuchigan bir teng olmay qo'ydi. Yo'q, men hal qilmasam hech kim hal qilmaydi. Yana alakanitida sanqaymiz deysan. Mana ko'rdingmi? Qishloqda g'ami meni boshimda. Rais buva, qishloqdagi yoshlarimizni tarbiyasini mana menga topshiring. Menga topshiring. Shunaqa tarbiyalab qo'yayki, qishlog'imizdan buyuk siymolar chiqsin. Hey! Sizga topshirsam yoshlarning tarbiyasini, kelajagimiz rasvo bo'ladi. Undan indamasdan orqamdan yuring, tushundingizmi? Raisga yaxshilik ham yoqmaydi. Tarakan gruppasini olib Duo qiling, dadamga mashina olgandi. Mashina oldim. Men o'zing duo qil. Sen bizni duo qiladigan ish qilib qo'yibsan-ku. Yo'q rais bu, dadam siz ustozingiz bo'lganlar-ku. O'zingiz birga topshirib bosh bo'lmasangiz bo'lmaydi. Rais buva, sheda ham ketingiz yonyaptimi? Bitta duo qilavering. Menga hadib sakrorma. Oyoqlaringda kesib qo'yaman, imbehlab yuradigan bo'lib qolasan. Muallim, bu qanaqa mashina? Qaydan topding buni? Rais bu o'zimizdan chiqayotgan traktor-da. Traktor? Dadangizga traktor sovg'a qilyapsizmi? Parod qilaverma meni, parod qilaverma. Buncha qilishni o'rgatganman senga. Rais buva, hammani oldida parod qilavermang. Yoshligingizdagi Rahim Cho'p laqabingizni hammaga tarqataymi? Ha bo'lmasda, it semirsa egasini qopadi degan gap bor-da. Rais buva, o'zimdan ketib qoldim-da. Ha, Rahim. Sen ham odam bo'lib qolding-a? Men ketganimdan keyin mahallaga rais bo'lib yurarding oldimda, yangi tug'ilgan qo'ziday. Sher bo'lib qolsa hamma ishiga aralashib. Ustoz, assalomu alaykum. Ustoz, bir qoshiq qonimdan keching. Ustozlarni ko'rish buyuk amal. Men ozgina
Rais bu ham duxun oladiganlar bor ekanmi? Menga qara. Mono burun. Nafas uchun, hid bilish uchun ishlatiladi. Birovlarning ichiga borib tiqish uchun emas. Seni ustingdan jalba tushyapti. Yo nima? O'zimda ishimga qaytaymi? Yana qattiqroq ishlang. Hok poyizda olay ustozimni ustozi. Bo'ldi rais buva. Qayta baralashmayman. Meni mahalla yaxshi bo'lsin deyapman-da. Sizga o'g'lingiz mashina olib kelibdi. O'shani bir hal qiling, parod qilmang meni iltimos. Rais bu, sizga aytgan tarakan gruppa mana shu bo'ladi. Agar shu qilig'imizni rais buvam bilsalar, ketimizni gullatadilar. Hozir men aytganimni qilmasang, men og'zingni gullataman. San'at qurbonlik talab qiladi. Tarakan nomini dunyoga tanitamiz. O'yna. Yoshlar tarbiyasini menga bering desam bermadingiz. Endi borib o'zingiz shug'ullaning. Shu raislikdan shuncha haromxo'r meni faoliyatimni to'xtatmagan. Shular to'xtatadi ishqilib. Rais buvam kelyaptilar. Ha, ketimizni gulbara qiladilar. Nima qilishyapsan? Otdan o'ynaganmi bu qo'shiqqa? Yo, ondan o'ynaganmi bu qo'shiqqa? Qishlog'imizning nomini pozor qilyapsanlar. Bu qachongacha biz mana to'rtta katta devorda qamaysiz? Biz ham dunyoga tanilaylik. Tarakan guruhini dunyoga tanitamiz. Hali senlar dunyoga tanilmoqchimisanlar? Men hozir shunday uraman. Ini ham tanimaydigan bo'lib qolasanlar. Yoshlar, pozor qilganlaring yetadi hammang. Bittang anaqda mashina talashasan, bittang menangda ring tang o'ynaysanlar. Qishloqda obro'sini kim o'ylaydi? Kim? Rais bu Bular kechirim so'raydi shekilli. siz qishloqda bor ekansiz, itam tanilmaydi. Chala bardasti savedi chala dor mama soibi chala oshetizor chala bardasti savedi chala dor mama soibi chala oshetizor